Borma kuyasan. İlyos aka tushib ketyapsiz-ku, bu avariya bo'lmasin. Yo'q, qanaqa avariya, o'zi toshni borib o'zi qaytib keladi. Bo'ldimi endi o'zi traktorchilar endi dam oladigan paytlar keldimi aka? Shunaqa endi. Ana endi Hojiboy aka aytgani o'qituvchilarni chiqar, traktorchilarni kirgiz. Deyaptimi? Kim? Traktorchilar ichkariga olinglar. Ichkari uy boshmi? Kim o'tiribdi? O'qituvchilar chiqar tashqariga hammasini. Haqiqiy shunaqasi bo'ldi-da. Shunaqa o'sha. Demak bu E-Survey kompaniyasi tomonidan o'rnatilgan, demak S100 avtopilot sizga o'rnatilgan. O'rnatilganiga qancha muddat bo'ldi aka? 3 oy bo'ldi. 3 oy bo'ldi. 3 oy ichida qanaqadir muammo kelib chiqdimi? Yo'q, 3 oydan beri ishlatamiz, xudoga shukr, hech qanaqa muammo yo'q. Muammo kelib chiqsa ham aytdilar, 1 yilgacha garantiya dedilar. Demak, o'zlari kelib, o'rnatishib, sizga o'rgatishib ketishdi, texnik xodimlar. Kelib, bir kun yurib shira o'rgatib, cho'tga hammasini tushuntirib ketdilar. Demak, charchoqlar yo'q-a. Oldin masalan necha soat ishlagan bo'lsangiz, hozirgi payt necha soat ishlab beryapti traktor? Oldin misol uchun men o'zim ishlagan bo'lsam, 2-13 soatga charchab qolardim. Hozir 17-18 soatga bemalol dam olib ishlasa bo'ladi-da. Demak, bu sizga yordamchi shofyor desa ham bo'ladi. Aytmoqchi, bunga ortiqcha to'lov qilish shart emas. Sputnikdan to'g'ridan-to'g'ri aloqaga chiqib, o'zi yeringizni tayyorlab, tekislab, o'zi to'g'rilab ketaveradi desa ham bo'ladi. Endi haqiqatan ham o'sha Hojiboy aytgan paytlar keldi akalar. Bitta shundan o'rnatib olish kerak. İlyos aka, xursandmisiz bundan? Xursandman. Rahmat amalariga. Ushbu avtopilot sizni qiziqtirgan bo'lsa, pastda Agrovektor jamoasining telefon raqamlarini qoldirib ketamiz. Bemalol o'zlari bilan aloqaga chiqib, nima savol so'roqlaringiz bo'lsa, bemalol so'rayverasizlar. 1 yillik kafolati bor. Respublikani qayerda bo'lishingizni qizig'i yo'q. To'lovlari qilinganini aytib eshitilgandan keyin o'zlari kelib, o'rnatib berishadi, o'rgatib berishadi. Qandaydir muammolari bo'lsa 7 ga 24. Qachon telefon qilsangiz, laba aka deb javob berishadi o'zlari.